Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega ba'zida eng tajribali bosh buxgalterlar va hatto moliya direktorlari ham ishdan ketishadi? Yoki yirik kompaniyalar qanday qilib bir kunda katta moliyaviy muammolarga duch kelishi mumkin? Hammasini tagida ko'pincha bitta ammo juda jiddiy xato yotadi. Bugun biz aynan shu xavfli ammo o'ta muhim mavzu daromadni tan olish qoidalarini chuqur tahlil qilamiz. Qani boshladik. Bu savol albatta juda jiddiy eshitiladi, lekin ishoning, bu shunchaki qo'rqitish emas. Dunyodagi eng katta moliyaviy janjallarni o'rgansangiz, ularning aksariyati oddiy bir tushunmovchilikdan boshlanganini ko'rasiz. Bu texnik xato emas, bu kompaniya taqdirini hal qiladigan fundamental bir masala. Mana o'sha mashhur sabab daromadni noto'g'ri vaqtda tan olish. Ko'pchilik kassaga pul tushdi, demak daromad bor, yoki hisob faktura yozdim, bo'ldi, daromadni tan olaman deb o'ylaydi. Agar siz ham shunday fikrda bo'lsangiz, ochig'ini aytaman, siz juda katta xavf ostidasiz. IFRS 15 standartini bilmaslik bu xuddi qog'ozda bor, lekin amalda yo'q foydani chizishga o'xshaydi. Va bir kuni kassa bo'sh ekanligi baribir fosh bo'ladi. Yaxshi, keling. Eng boshidan, poydevordan boshlaymiz. Xo'sh, tushum, ya'ni ingliz tilida revenue degani o'zi nima? Shuni yodda saqlang. Kompaniyaga kirgan har qanday pul ham tushum degani emas. Bu yerda eng muhim sehrli so'z bu odatiy so'zi. Tushum bu faqat va faqat kompaniyaning asosiy, kundalik faoliyatidan keladigan pul. Keling, buni bir oddiy misolda ko'ramiz. Tasavvur qiling, sizda Mebelchi Uz degan korxona bor va siz stul yasab sotasiz. Sotilgan har bir stuldan kelgan pul bu sizning tushumingiz, chunki bu sizning odatiy ishingiz. Lekin aytaylik, siz eski ishlatilmayotgan dasturxoningizni, ya'ni stanokni sotib yubordingiz. Bu pul tushum bo'ladimi? Yo'q. Bu shunchaki boshqa daromad. Ikkalasini aslo aralashtirib bo'lmaydi. Demak, IFRS 15 ning yuragi, uning oltin qoidasi mana bu. Daromad pulni olganingizda emas, balki tovar yoki xizmat ustidan nazorat mijozga o'tganda tan olinadi. Ya'ni, pulni bir oydan keyin olishingiz mumkin. Lekin agar mijoz bugun mahsulotni o'ziniki qilib olsa, uni ishlata olsa, daromad aynan bugun tan olinishi shart. IFRS 15 standartini tushunish uchun mana shu 5 qadamli zinapoyani yodlab oling. Buni zinapoya deyishimning sababi birortasini ham xatlab o'tib bo'lmaydi. Har bir kelishuv istisnosiz shu 5 bosqichdan o'tishi kerak. Bugun biz faqat birinchi va eng muhim pog'onaga, ya'ni shartnomani aniqlashga to'xtalamiz. Xo'sh, demak, birinchi qadam. Shuni yodda tutingki, siz mijoz bilan qo'l siqishgan har qanday kelishuvingiz buxgalteriya uchun shartnoma degani emas. Buxgalteriya tilidagi shartnomaning o'zining qat'iy talablari bor. Mana o'sha 5 ta temir qoida. Birinchidan, tomonlar kelishuvni tasdiqlagan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, kimning qanday huquqi borligi aniq yozilgan bo'lishi lozim. Uchinchidan, to'lov shartlari ma'lum bo'lishi shart. To'rtinchidan, bitimda haqiqiy tijoriy mazmun bo'lishi kerak. Shunchaki ko'zbo'yamachilik emas. Va beshinchisi, eng ehtiyot bo'ladigan joyi, pulni undirish ehtimoli mavjud bo'lishi kerak. Ya'ni siz mijozning pul to'lashiga deyarli amin bo'lishingiz kerak. Keling, bu quruq nazariyani bir hayotiy misolda ko'rib chiqamiz. Bu Anor qurilish kompaniyasi bilan bo'lgan voqea. Qani ko'raylikchi, qoidalar amalda qanday ishlaydi? Demak, vaziyat juda oddiy ko'rinadi. Anor qurilish bir bino qurib bitkazdi. Yil oxiri dekabr oyida kalitlarni mijozga topshirdi. Hammasi a'lo. Kelishuvga ko'ra, mijoz 1 million so'm to'lovini 6 oydan keyin, ya'ni kelasi yilning iyun oyida amalga oshirish kerak. Ammo mana shu yerda kutilmagan muammo paydo bo'ldi. Aynan dekabr oyida mamlakatda jiddiy iqtisodiy inqiroz boshlandi. Mijozning biznesi deyarli to'xtab qoldi. Endi Anor qurilish o'sha 1 million so'mni undirib olishiga deyarli ishonmayapti. Ehtimol juda past. Endi eng asosiy savolga keldik. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Anor qurilish 31 dekabr sanasi bilan yillik hisobotida o'sha 1 million so'mni daromad sifatida ko'rsatish kerakmi yoki yo'qmi? Axir bino bitgan, kalitlar ham topshirilgan-ku. Nazorat mijozga o'tdi. Javob qat'iy va shafqatsiz. Yo'q. Mutlaqo yo'q. Hech qanday daromad tan olinmaydi. Nega deysizmi? Sababi juda oddiy. Zinapoyaning birinchi pog'onasidan yiqildik. Esingizdami? 5-temir qoida. Pulni undirish ehtimoli. Inqiroz tufayli bu ehtimol deyarli yo'qqa chiqdi. Agar pulni olishingizga jiddiy shubha paydo bo'lsa, demak buxgalteriya uchun bu shartnoma endi mavjud emas. Shartnoma yo'qmi? Demak tushum ham yo'q. Vassalom.
Yaxshi, endi keling muvaffaqiyatli, ya'ni barcha qoidalarga javob beradigan misolni ko'ramiz. Mijoz vodiy texnika do'koniga keldi va jami $420 to'ladi. Bu pulga u nima oldi? Bittasi yangi kompyuter, ikkinchisi esa 1 yillik IT yordam xizmati uchun voucher. Bu yerda birinchi qadamning barcha 5 ta sharti bajarilganmi? Ha, albatta. Demak, bizda haqiqiy shartnoma bor. Demak, birinchi qadamdan muvaffaqiyatli o'tdik. Shartnoma borligiga hech qanday shubha yo'q. Ammo sizni o'ylantiradigan keyingi savol. Vodiy texnika kassaga tushgan o'sha $420 hammasini aynan shu kunyoq daromad deb yoza oladimi? Javob yana yo'q. Nima uchun degan savol esa bizni zinapoyaning ikkinchi pog'onasiga olib chiqadi. Demak, bugungi tahlilimizdan eng asosiy xulosa shuki, birinchi qadam bu hamma narsaning poydevori. Agar siz mijozning pul to'lashiga deyarli amin bo'lmasangiz, daromad haqida o'ylashga ham hali erta. Bu IFRS 15 ning shafqatsiz, lekin juda adolatli haqiqati. Lekin eng qiziq savollar hali oldinda. Tasavvur qiling-a, siz yangi telefon sotyapsiz va marketing uchun unga bepul sim karta va 1 yillik internet paketini qo'shib beryapsiz. Xo'sh, aytingchi, o'sha tekin deyilayotgan narsalar rostdan ham tekinmi yoki ularning ham buxgalteriyada o'z narxi bormi? Mana sizga kichik bir ishora. Buxgalteriya olamida tekin degan narsaning o'zi yo'q. Mijozga berilgan har bir va'daning o'z qiymati bor. Keyingi tahlilimizda biz aynan shu haqida, ya'ni ikkinchi qadam majburiyatlarni ajratish mavzusida gaplashamiz. Nima uchun ba'zida bepul berilgan xizmat uchun ham daromad hisoblash kerakligini bilishni istasangiz, keyingi qismni o'tkazib yubormang. Ko'rishguncha.